Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar, birodarlar. O'zimizni o'zbek tojik xalqimiz yoqtiradigan milliy taomlar choyxonasi yana yangisi ochildi. Do'stlar, birodarlar, Tursunzoda Regar shahrimizda Tandur degan choyxona mana ochildi. Inshaalloh bu choyxonada turli tuman ovqatlar, achchiq osh, toshkentcha osh, qovurilgan lag'mon, uyg'urcha lag'mon, manti, ikki xil qozon kabob, mol qo'y go'shtiga sho'rvalar. Do'stlar, birodarlar, yana yaqin kunlarda ichida inshaalloh turli xil shashliklar va O'zbekiston Namangan somsalarini ham yo'lga qo'yamiz. Inshaalloh do'stlar, birodarlar, hozir video davomida obzorlarni, ichkilarni, taomlarni satib chiqamiz inshaalloh. Taomlardan o'zimiz ham tanovul qilib, sizlarga shuna jarayonni ko'rsatib o'tamiz. Ushbu choyxona 1-mikrorayon Samara tarafdan keladigan yo'l, ya'ni men Lesni oldida 27-28 9 etажkani orqasiga joylashgan. Oldida Regar degan market, ya'ni mini market ham mavjud do'stlar, birodarlar. Shu Samara taraf, Les taraf bilan kelaverganda inshaalloh ko'zlaringizga ko'rinadi. Ushbu choyxonaga bir marta kelgan insonlar yana bu choyxonaga kelishni albatta xohlaydi, chunki taomlari juda mazali va odamga yoqadigan. Video davomini ko'rishga davom eting. Do'stlar, qadrdonlar, mana tanovul qilish jarayoni xudo xolasa sizlarga bir ko'rsatib o'taylik dedik. Bu oshlari toshkentcha osh ekan. Juda ham bir go'zal kelgan toshkentcha osh. Mana bu osh bilan qo'shilib bulyonlar, choy, salat nonlari mavjud do'stlar, qadrdonlar. Inshaalloh bu yerda kelsangiz pushaymon yemaysiz. Juda ham bir go'zal. Yana boshqa xil taomlari juda ko'pligi uchun isrof qilmaylik deb shu hammani yoqtirgan taomi bir oshni biz sizlarga mazasini aytib o'tamiz. Endi xudo xolasa buni mazasini sizlarga yetkazib bera olmayman. Inshaalloh kelib tanovul qilib buni mazasini o'zlaringiz bilishlaringiz mumkin. Shu bir qoshiq yeganimni ko'rsataman, shu ham juda noqulaychilik bilan mazasini sizlarga aytib o'taman do'stlar, birodarlar. Bismillah. Toshkentcha osh ekan. Do'stlar, go'shtlari juda mazali. Guruchi bunday ezilib ketmagan. Juda bir chaynab yeydigan bir chiroyli osh bo'lgan. Sabzilari ham qizil sariq sabzilar bilan qilingan. Juda go'zal. Bulyonini ham bir tanovul qilaylikchi. Bismillah. Bulyoni ham o'ziga xos, achchiqgina. Yana qadrdonlar, kimga kim achchiqroq taomlar yeyish xohlasa, achchiq oshlari ham mavjud. Hozir men Toshkentdagi O'zbekistonda achchiq osh ko'p, hozir urfga chiqqan ko'pchilik sevib tanovul qiladi, o'sha taomdan ham mavjud. Ushbu choyxonaga, Tandur choyxonasiga kelgan vaqtingiz Yunus Regar kanalidan, internetdan ko'rib keldik desalaringiz juda xursand bo'lamiz. Inshaalloh bizni kanalimiz nomidan kelsangiz aytib qo'yamizki, sizlarga ozgina bo'lsa ham skidkalar qilishlari inshaalloh aytib qo'yamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'linglar.